Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Ukam uyimga, xo'jaligimga ishlatish uchun motovlog olmoqchiman. Shu munosabati bilan menga eng sifatli bo'lgan, eng yaxshi motovlog kerak degan akalarimiz uchun e'tibor berasizlar. Agroservis do'konimizga Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan boshqa turdagi mana shu 7 ot kuchli motovloglar ichida eng baquvvatini hamda eng zo'r modelini olaman degan akalarimiz uchun original Texa motovlogimiz kelgan. Komplektlarga frezasi, tormoz, dokument, kulich va undan tashqari arqa tomonda turgan aylantiradigan barabanimizdagi yutuqlari bilan qilib beryapmiz akalar. Undan tashqari ko'pchilik so'raganda bu motovlogga mana bunaqa don mahsulotlar ekib, dori solish uchun selka apparatlaridan ham chiqaz ukam deganlar uchun selka apparatlari ham kelgan akalar. Bizning do'konimizda boshqa turdagi istalgan motovloglarni ko'rib turibsizlar, topishinglar mumkin. Xohlaganlarga korobka, xohlaganlarga yig'ilgan holatda istalgan turda bizda motovloglar mavjud, lekin ko'pchilik so'raydi va o'zlaring ham kutgandinglaring, uka menga sifat tomonlama, quvvat tomonlama eng zo'ri hamda eng baquvvati bo'lsin deganlar uchun har doim mana shunaqa original Texa motovloglarni tavsiya qilamiz. Va mana usta akamiz o'zidan ham so'rab ko'ramiz, usta aka eng zo'r motovlog qaysi aka? Eng zo'r mana akalarimiz ham o'zi tavsiya qilyapti. Eng zo'ri bu Texa motovloglar. Mana bu tomonda mana klientlarimiz kelgan, ishlatib, yurg'izib, tekshirib beramiz. Bir qator o'zingiz minib ishlab tekshirib olasiz. Motovlogdan assortiment katta, lekin eng zo'rini hamda eng sifatlisini olaman degan akalarimiz har doim original Texa motovlogini tavsiya qilamiz. Va undan tashqari ko'pchilik joylarda bu Texa motovlogimizni poddelka variantlari ham sotilyapti ekan. U narsalarga aldanib qolmanglar. Original, eng zo'ri hamda eng garantiyalisini olaman desanglar, ekranga nomerlarimni qoldiryapman. Bemalolga chiqib, bizning do'konimizga kelib, original mana shunaqa Texa motovloglarni xarid qilishingiz mumkin. Va undan tashqari ko'cha tomonda turgan motovlog yoki mana shu turdagi 7 ot kuchli motovlogni olganingizdan keyin bizning do'konimizda sizni hurmat qilgan tarzda sizga bonus beramiz. Bu bonus qanday bo'ladi? Xo'p, motovlog olganingizdan keyin do'konning ichiga kirib, mana shu omadli barabanimizni aylantirasiz. Va bu omadli barabanimizni aylantirganingizda bu barabanning ichida shurpavor nabor, dori apparat, kulish nabor, bolgarka, drill, shunga o'xshagan 100 xildan oshiq sovg'a, mana shu yerda turgan hamma sovg'a shu barabanning ichiga joylangan. Bizning do'konga kelasiz, o'zingizga yoqqan bitta motovlogni eng arzon narxda xarid qilasiz va ko'chada klientlarimiz minib ko'rayotganda minib ishlatib tekshirib ko'rasiz va do'konning ichiga kirib aytib o'tgandek barabanni aylantirasiz va bu barabandan nima instrument tushsa 1 so'm pulsiz olgan motovlogingizga shunda olamizda tekinga do'konimiz nomidan sizni hurmat qilgan shaklda qo'shib beramiz. Faqatgina sizdan sharti shu videoga hozir bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib omad deb yozib qo'ysangiz bo'ldi. Bo'lmasa motovlogimizni tanishtirishni boshladi akalar. Xo'p, bu motovlog aytib o'tganimda 7 ot kuchli, motorlari 170 motorlar bilan jihozlangan Texa firmani original Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motovlogi. Motorlarni aytib o'tdim, yurishlari zavodnoy orqali yarimta tortganilarda zavodit olib, juda ham yaxshi tiniq ishlab beradi akalar. Xo'p, benzin baki 3 litr bo'ladi, soatiga yarim litr rasxod qiladi. Boshqa turdagi motovloglardan ko'ra rasxod tomonlama ham juda ham ekanamishdan hamda baquvvat qilib ishlangan bo'ladi. Xo'p, rollari uzun, juda ham yaxshi qilib ishlangan. Korobkalariga o'tadigan bo'lsak, korobkalari ham boshqa 7 ot kuchli motovloglardan baquvvat bo'lganini hisobiga, shu uchun boshqa motovloglardan Texa motovlogi ancha sifatli hamda baquvvat deb aytiladi. Korobkasi ham salkam 9 ot kuchli motovlogning korobkasiga baquvvat qilib ishlangan bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari balonlari katta, 410, 7 ot kuchli motovloglar eng katta balon mana shu bo'ladi akalar. Xo'p, oldiga 1 hamda 2 skorisi bor, orqaga bittadan zatning xotlari bilan jihozlangan bo'ladi. Komplektatsiyasiga e'tibor beringlar. Oldi tomonda 8 qator freza qo'shib beramiz. 8 qatorda har bitta qatori bo'linadi. Bu bo'linsa sizga yaxshi tomonini aytib o'taman, bo'linsa 50, 60, 70, 80 agatlangacha tushib, kultivatsiya chizillarni qilsanglar bo'ladi. Xo'p, orqa tomonda selka apparatiga o'tadigan bo'lsak, bu selka apparatimiz don mahsulotlarini ekib, dorilarni solish uchun mo'ljallangan. Kimga bu selka apparatlari ham qiziq bo'lsa, narxi 1.500 dan 2 milliongacha har xilcha modeli bor. Aytib o'tgandek, motovlog xarid qilaman degan akalarimiz ham motovloglarni eng zo'rini olaman desanglar, Texa motovlogini olinglar va aldanib qolmaysizlar. Poddelka variantlari ham ko'p joyda sotilyapti. Original varianti faqatgina Agroservis do'koni. Ekranga nomerim qoldirdim. Aloqaga xo'p chiqishinglar mumkin. Manzil yana bir qator aytaman. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i Agroservis do'koni. Kelsanglar, shu yerda ishlatib
yo'rg'asini tekshirib, mana shu akalarimiz meni tekshirib ko'rsatib beryapti. Xo'p, ekranga nomerimni qoldirdim. Boshqa turdagi kattaroq motobloklar ham sizlarga qiziq bo'lsa, katta turdagi motobloklarimiz ham bor. Xo'p, undan tashqari motobloklar uchun agregatlar, telechka, pirsep, kartochka oladigan, o'tiradigan jatkalari barcha turdagi agregatlar ham mavjud. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin akalar.